9-sinf Ochchaga yechib harakat. yechib harakatlangan ekan. Joriy yilning 15-iyun kuni tonggi vaqtda Toshkent shahri 64-son maktabning 9-sinfini bitirgan 2 nafar sinfdoshlar davlat raqam belgisi yechilgan holdagi BYD rusumli transport vositasini boshqarib chiqib, tajribasizligi natijasida Yutong rusumli yo'lovchi tashish avtobusining orqa tomoniga kelib uriladi. Xayriyatki, bu vaqtda avtobus ichida birorta ham yo'lovchi mavjud bo'lmagan va hodisada hech kim tan jarohati olmagan. Kelgan vaqtimda nomeri ham yechilgan, hamma narsasi anaqa edi, bolalar nima bo'ldi desam, boshqaruv yo'qotganmi, o'zida emas edi bolalar. Menda ayb shu o'g'limizni sal nazoratsiz qoldirganimizga, ertalab o'rnidan voqli turib, ruxsatsiz o'zimizga tegishli avtoyo'lni olib chiqib ketgani. Yaxshiyamki, hech kim tan jarohati olmadi. Holbuki farzandingizni og'ir tan jarohati olishi, bir umrga mayib majbur bo'lib qolishi yoki vafot etishi ham mumkin edi. Yoki qaysidir boshqa bir yo'ldagi fuqaroni tajribasizlik qilib avtobus orqasidan urdimi, bu yerda odamni urib ketishi ham hech gap emas edi. Bundan keyin qattiq nazorat qilishni talab etiladi. Talab qilinadi. Bu albatta bu o'zimiz uchun bu ham maqsad, ham farz. Xudo xolisa qo'limizdan kelgancha nazoratni kuchaytiramiz. Yuqoridagi shaxslarning qonunbuzarliklaridan jabrlangan fuqarolardan yaqin oradagi ichki ishlar bo'limiga yoki 102 raqamlariga murojaat qilishlarini so'raymiz. Holat yuzasidan transport vositasini hujjatsiz boshqargan yigitning otasiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi.